Bu maxsus interaktiv anatomiya fanini o'qitishga mo'ljallangan stol hisoblanadi. Buni nomi anatomiya stoli deyiladi. Eng birinchilardan bo'lib bizni universitetimiz tibbiyot maktabiga olib kelingan bunday stolimiz. Bu stol demak endi real, demak murdalar tanasini o'rganish uchun mo'ljallangan. O'zi aslida qonunchilik bo'yicha hali to'laligicha murdalarni dars jarayonida foydalanishga imkoniyatimiz yo'q. Lekin bu yerda mana 5 ta murdalar tanlash imkoniyatimiz bor. Ular yoshiga va jinsiga qarab tanlash imkoniyatimiz bor. Bu insonlar o'zlarini tanalarini demak o'sha o'rganishlar, anatomik tadqiqotlar uchun ruxsat bergan, rozilik bergan insonlar hisoblanadi va bularni istagan birini biz tanlab, keyin mana shuni demak ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Anatomiya stolini YouTube tomoni shundaki, bu endi shu murdani olib, xuddi kompyuter tomografiyaga o'xshab kesib bo'laklarga kesib turib, tasvirlar olingan va o'sha tasvirlar keyin demak birlashtirilgan va real inson tanasiga maksimal yaqinlashtirilgan va shuning uchun buni ko'rganda va haqiqiy murdani ko'rganda bir-biridan katta farq bo'lmaydi. Mana endi biz hozir demak tanani kesmada o'rganyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, buni kesgandan keyin shu etapma-etap kesib boramiz. Mana ko'ryapsizlar. Shu ichkarisiga kirish. Ya'ni biz hozir mana frontal sathda kesdik va a'zolarni ichkarisidan o'rganishimiz mumkin. Masalan, mana jigarni ko'rishimiz mumkin, ichaklar, menda va ingichka ichak, yo'g'onchak hammasini ko'rsak bo'ladi, o'rgansak bo'ladi. Ya'ni mana shunaqangi vositalar, bugungi kunda interaktiv vositalar anatomiya fanini yana ham chuqurroq o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ham bir zamonaviy yondashuv anatomiya fanini o'qitishda.